Men u holatda ko'rgan holatimni ko'rib, hamma mana to'g'risi o'lib qoladi deb o'ylagan. Hech kimda meni rasmga olib qo'yish esiga kelmagan. Assalomu alaykum. Men Andijondaman, ismim Shahnoza, yoshim 47 da. Men 2023-yil oktyabr oyida juda ham qattiq avtohalokatga uchraganman. Boshim shu bir tarafi, miyam yarmi, rosa suvaklarim sinib uqalanib ketgan, oltita qovurg'am singan, yurak suvaklarim ham singan. Men 2 kun juda ham og'ir holatda, reanimatsiya holatida yotganman. 3-kuni o'zimizni tumanga perevod bo'lganda, uyda mahsulotim bor edi, davom iste'mol qilib yurardim o'z aslida. Shu Mejipak mahsulotini ichishni boshlaganman. Menga vrachlar, hamma mutaxassislar 6 oy qimillamay yotishni buyurgan. Chunki juda ham ko'p jarohatim bo'lgani uchun, chunki peshona sohamda ham, miyamda ham ochiq singan bo'lgan, 17 ta chok tushgan peshonamga. Shu 6 ta qovurg'am sinib, 2 ta qovurg'am maydalanib ketgan, suvaklarim uqalanib yo'q bo'lib ketgan. Mahsulotni men 9 tadan ichishni boshlaganman, chunki davom ichib yurganligim uchun ham bir kunda 9 tadan ichib, 6 oylik mahsulotni men 1,5 oyda ichib tugatganman. To'g'risi bosh miyamda jarohat bo'lgancha super omega mahsulotini ham qo'shib ichganman. Shu mahsulotni ichib yurib, men 27 kun uyda yotib, sog'lom holatga qaytib, 28-kuni sog'lom bo'lib ishga qaytganman. To'g'risi men holatim juda ham og'ir bo'lgancha o'sha paytda hozir ustozlarimizga juda ham ko'p aytadi, nimaga yaxshi bo'layotgan paytda rasmlarni olmagansan. Men u holatda ko'rgan holatimni ko'rib, hamma meni to'g'risi o'lib qoladi deb o'ylagan. Hech kimda meni rasmga olib qo'yish esiga kelmagan. Avariya bo'lgan paytimdagi rasmlarim bor, sog'ayotgan paytimdagi rasmlarim yo'q. Rahmat hammanglarga, sog' bo'ling. Rahmat, juda ham ajoyib natija. Bosh miya jarohatlanishi bilan o'rtoqlar mana holatlarni